Yoshligimda men bitta qiziq, ibratli hodisani ko'rganman, sizlarga aytib beraman, ibrat bo'lsin. Yoshligimda men bizning qishlog'imizda kartoshka ekilardi. Kartoshkani kavlagandan keyin bozorga olib borib sotilardi. Men o'zim ham bozorga olib borib kartoshka sotganman. Kartoshka sotib yuribmiz, bir ayol bo'lardi. Yaxshi bozorda yuradigan, savdo-sotiq qilib yuradigan ayol. Bir kuni shu ayol keldida, kartoshkangizdan menga 2 dona bering dedi. 2 dona. Bersam menga qarab tirjayib aytdiki, "Men dedi tilamchilikni o'rganyapman-da" dedi. Hazillashdi u. U hazillashib gapiryapti, u ham o'zi kulyapti, meni kuldirmoqchi bo'lyapti. Undan 2 ta piyoz, bundan 2 ta kartoshka, undan 3 ta savzo olyapti-da, menga kelganda aytayaptiki, "Men deyapti, tilamchilikni o'rganyapman-da, tajriba qilyapman-da" dedi, kulib. Hayron bo'ldim. O'tib ketdi gap. Oradan 6 oy o'tdi. Bozorga tushsam, haligi xotin tilamchilik qilibdi. Og'zingizdan chiqayotgan har bir gapga e'tiborli bo'ling. Hazillashib gapirasizmi? Jiddiy gapirasizmi? Hayotingizga ta'sir qiladi. Yaxshi gapni gapiring, hazillashib bo'lsa ham. Bizning onalarimiz, bizning momolarimiz farzandini urishsa, iloyo Makkaga imom bo'lgur deb urishsardi. Hazillashib bo'lsa ham yoki jerkib bo'lsa ham yaxshi gapni gapiring.